Azizlar, assalomu alaykum barchaga. Xayrli kun. Mana bugun Xudo xolasa 12 avgust bir onajonimizni orzulari amalga oshadigan kun bo'ldi. Mana farzandlari bilan birgalikda xalqimiz sevimli san'atkori Malikaxon Ravshanova yetib keldi mana Xudo xolasa. Sarvanisoxon onajonimiz, yaxshimisiz, so'ngmisiz? Biz siz bilan diydorlashadigan kunimiz bugun ekan. Toshkentga bormadingiz, ko'rganim, men keldim sizni ko'rganim vodiyga. Umringiz uzoq bo'lsin, bolalaringizga bosh bo'ling. Bu kunda Malika opa to'g'risi 6 oydan beri kutdik. 6 oy bo'ldi menga mana farzandlari singlimiz iltimos qilib chiqib Malika opamga aytaylik. Onam haqiqiy ashaddiy muxlis deb aytganligi uchun iltimos qilgandek, iltimosimizni yerda qoldirmasdan kelganingiz uchun sizga rahmat opa. Alloh rozi bo'lsin. Bizni biroz gapimizga yo'l demasdan tashlab yurganingiz uchun rahmat.